Assalomu alaykum. Anchadan beri yangi videolar joylamagandim. Ya'ni qish bo'lib videolar chiqarmay qo'ygandim. Hozir mana yana yangi video joylashni boshladik. Bir savolda yozgan ekan, floks guli qanaqangi tuproqqa ekilgan deb. Mana shu savolga javob bermoqchi bo'ldim. Mana floks gulimiz mana shu bahor kelib, qishda bandlarini qirqib tashlagandik, tanalarini. Hozir bahor kelib, o'sha tanalaridan yangi, ya'ni tomirlaridan yangi mana floks gullarimiz o'sib chiqyapti. Tuprog'i oddiy yer tuproq mana. Bunga biz hech qanaqangi boshqa tuproqlar aralashtirmaganmiz. Oddiy mana shu agorodni tuprog'i mana, qattiq, bunaqangi yumshoq emas. Bu floks gulimiz sal o'sib keyin atroflarini yumshatamiz. Mana yovvoyi o'tlar ham yonida o'sib turibdi hali. Hech qanaqangi hali ishlov berganimiz yo'q. Juda ko'p yillik gul bo'lgani uchun shu tomiridan ko'payib ketar ekan. Jichagina tomirini kuzdami, bahordami olib ko'mib qo'ysanglar, mana o'zidan o'zi shunaqangi bo'lib ko'payib ketaverar ekan. Mana yonida hali lolalar ham endi chiqyapti, atirgullarimiz hali. Mana hali barg chiqargani yo'q. Yerlarimiz hali qattiq, unaqangi yumshoq emas, lekin shunday bo'lsa ham juda ham sovuqqa ham, issiqqa ham hamma yoqqa chidamli gul ekan. Tuprog'i ham unaqangi nimasi yo'q, ahamiyati yo'q. Mana shu floks gulimizni bir ko'rsatmoqchi bo'lgandim. O'sha savolga javob qilib, e'tiboringiz uchun rahmat. Xudo xohlasa bundan buyog'iga har qanaqangi ekayotgan gullarimizni ko'rsatib o'taman.